Assalomu alaykum hurmatli aziz talabalar. Mana bugun biz siz bilan sanoat iqtisodiyoti fanidan navbatdagi mavzumiz sanoat korxonalarida resurslardan samarali foydalanish mavzusini o'tamiz va bu mavzu bo'yicha biz 4 reja tuzganmiz. Bevosita korxona resurslaridan samarali boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari, resurslardan samarali boshqarish zamonaviy yechimlari, learn production bosqichlari va tejamkorlik tizimini joriy etish bilan bog'liq bo'lgan mavzularni rejalarni ko'rib o'tamiz. Biz bilamizki, bugungi kunda davlat rahbari tomonidan sanoat korxonalarida resurslar tejamkorligidan foydalanish bo'yicha qator prezident qaror farmonlari qabul qilingan. Bu borada davlatimiz rahbarini mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishdagi 2022-28 yanvardagi 60-sonli 2022-26 yillarga belgilangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida farmonda ham 3-bandida milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va uni yuqori o'sish sur'atlari bilan ta'minlashda muhim bo'lgan ustuvor vazifalar deb belgilab berganda bunga alohida e'tibor qaratib o'tganligini ham bugungi mavzuning dolzarb ekanligini ko'rsatib beradi. Biz bilamizki, mamlakatimizda sanoat korxonalarida resurs tejamkorligini oshirish bo'yicha muntazam ravishda holat tahlil qilib boriladi. Resurs tejamkorligini oshirish bo'yicha ular tashkiliy iqtisodiy mexanizmlari tashkillashtiriladi va resurs tejamkorligi bilan bog'liq bo'lgan barcha imkoniyatlar mamlakat iqtisodiyotida tarmoqlarda qo'llaniladi va shundan kelib chiqqan holda aytishimiz mumkinki, resurs tejamkorligi hamda resurs samaradorlik tushunchalari bir-biri bilan juda ham to'ldirish, bog'lanish maqsadida bir-biriga muvofiq tushunchalar bo'lib hisoblanadi. Bizga ma'lumki, resurslarimiz bu qo'llanish jarayonida bevosita fransuz tilidan olingan bo'lib, bularda yordamchi vositani anglatish holati bizga sir emas. Chunki bular iqtisodiy, biologik, ekologik, informatsion va inson resurslariga bo'linib ketadi. Amerikalik iqtisodchi olimimiz Michael bilan Bru'ni fikriga ko'ra, iqtisodiyotda resurs bu jamiyat ehtiyojlarini qondiradigan tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarish uchun yaratiladigan xizmatlar yoki boshqa aktivlardir deb bejiga aytilgan emas. Va klassik iqtisodiy resurslarning 3 xil toifasini tan olish holatlarini, ularning omillar sifatida deb ishlab chiqarish omillar sifatida ham atalish holatlarini biz ko'rishimiz mumkin. Bular bevosita 3 xil omil sifatida yer, kapital, inson ishchi kuchi, bular hammasi iqtisodiy resurslarning 3 toifasini o'z ichiga oladi. Yer bu barcha tabiiy resurslarni o'z ichiga oladi. Bizga ma'lum ishlab chiqaradigan mahsulot ishlab chiqarish joyini va ularning xom ashyoning manbai sifatida yerga qaraymiz. Ishchi kuchi deganda bevosita mehnat vositalari yoki inson resurslari, mehnat yoki inson resurslarini ish haqlari bilan to'lanadigan mahsulotlarni yaratish uchun berilgan inson mehnatdan iborat bo'lgan holat bu ishchi kuchi hisoblanadi. Biz yuqoridagi mavzumizda ham aytib o'tdik. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida bularni yosh chegaralarini va ular bajargan faoliyat turiga qarab turib vazifalarni yuqoridagi mavzumizda aytib o'tdik. Kapital bu inson tomonidan ishlab chiqariladigan tovarlar, yaratiladigan xizmatlar, ishlab chiqarish vositalaridan bevosita foizlar bo'yicha to'lanadigan boshqa to'lovlar, tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarishda foydalanish jarayonida qo'llaniladigan vositalarga kapital deb aytiladi. Bizga ma'lumki, mahsulot ishlab chiqarish jarayonida bozor iqtisodiy sharoitida faqatgina kam xarajatni sarflagan holda yuqori daromad olish asosiy biz shiorimiz bo'lib hisoblanadi. Chunki korxona xarajatlarini biz qancha ko'p minimum darajaga olib keladigan bo'lsak, shuncha ko'p bozorga arzon sifatli tovarlarni ishlab chiqarishga muvaffaq bo'lamiz. Va buni albatta biz unga ta'sir qiladigan omillar sifatida ichki va tashqi omillar sifatida ikkita omilga bo'lgan holda o'rganishimiz mumkin. Tashqi omillarga bevosita korxonalarda mahsulot ishlab chiqarish jarayonida korxonaga o'z ta'sirini ko'rsata olmaydigan, ya'ni ularning natijasida yuzaga keladigan xarajatlarni kamaytira olmaydi, lekin bevosita mahsulot ishlab chiqarish jarayonida o'zining ta'sir doirasini ko'rsatadigan omillarga aytishimiz mumkin. Ichki omillar bevosita mahsulot ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar va ularda o'z ta'sirini ko'rsatib beradigan holatlar, ular bevosita mahsulot ishlab chiqarish jarayonida uni kamaytirish imkoniyati bor, o'zimizni ishlab chiqarishning qo'lida bu va iste'molchiga arzon sifatda tovar yetkazish borasida o'z ulushini qo'shish imkoniyatlari mavjud bo'lgan omillar ichki omillar bo'lib hisoblanadi. Korxona resurslarini boshqarish jarayoni bizga nima uchun kerak? Chunki biz aynan bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarish korxonalari resurslardan samarali foydalanish bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarda albatta korxonaning ichki omillarni
resurslardan foydalanish bilan bog'liq bo'lgan ichki omillar va korxonaning mahsulot ishlab chiqarish jarayoniga bog'liq bo'ladigan sarflanadigan resurslardan samarali foydalanish yo'llarini ko'rishimiz kerak va buni albatta resurslar samarali boshqarish holatlari orqali tashkil qilinadi va bu jarayon bevosita boshqarish jarayoni korxonaning o'zining ixtiyorida bo'ladi. Shu jihatdan qaraydigan bo'lsak, korxona mahsulot ishlab chiqarish jarayonida raqobatbardoshlikni oshirishda resurslarni samarali boshqarishni bugungi kunning eng dolzarb yo'nalishlaridan biri ekanligi sifatida qarashimiz mumkin. Korxona resurslarini boshqarishni ko'plab metodlar mavjud, lekin bugungi kunda juda uf bo'lib kelayotgan tejamkor ishlab chiqarish texnologiyasi konsepsiyasi mohiyati ishlab chiqarish korxonalar chuqur tahlil qilindi, qabul qilindi va shu orqali korxona faoliyatini bevosita o'rganish, shu tamoyillar asosida barcha imkoniyatlarni qo'llab-quvvatlab ishlab chiqarish korxonalarida kelinmoqda. Bizga ma'lumki, Wind Production atamasi ilk bor Jon Kravchuk tomonidan kiritilgan bo'lib, tejamkorlik bilan ishlab chiqarishni ma'nosini anglatadi. Ya'ni tejamkorlikka asoslangan texnologiya, ya'ni konsepsiya deb aytsak xato qilmaymiz. O'zbekiston olimlari orasida bu borada ilmiy izlanishlar olib borgan olimlar bugungi kunda yangi olimlarimiz mavjud. Biz tahlil qilish jarayonida ularni aynan shu ilmiy tadqiqotlar bo'yicha Wind Production elementlari bo'yicha tahlil qilgan olimlar mavjud emas deyapmiz, lekin tejamkor texnologiya bilan shug'ullangan, tejamkorlik bilan shug'ullangan iqtisodchi olimlarimiz qator o'z adabiyotlari, yangiliklarni yaratmoqdalar. Bu kamroq resurs sarflab, ko'proq chiqindilar bilan kerak bo'ladigan qiymatni yaratish usuli bo'lib hisoblanadi. Ayniqsa bu jarayon O'zbekiston Respublikasida davlatimiz rahbari tomonidan chiqindilarni qayta ishlash, mavjud bo'lgan resurslardan samarali foydalanish, sanoat korxonalari ishlab chiqarish samaradorligini oshirish kabi davlatimiz rahbari tomonidan qator qabul qilingan qaror farmonlarda o'z aksini topib kelmoqda. Sanoat korxonalarida albatta innovatsion mahsulotlarni yaratish, ishlab chiqarish, kirish orqali ishlab chiqarilgan mahsulotning sifatini oshirishga e'tibor qaratilyapti. Albatta bunda innovatsion mahsulotlarni yaratish bo'ladimi, sifatli mahsulot yaratish bo'ladimi, ko'proq vaqt me'yorini resurs sifatida qarashimiz kerak, kamroq sarflashimiz kerak, arzon ishchi kuchi sarflashga o'tishimiz kerak. Bu qisqasi ishlab chiqargan mahsulotimizni past narxlarda iste'molchiga yetkazib berish holatlarini ko'rishimiz kerak. Mana bu jarayonlar hammasi Wind Production jarayonida o'z aksini oladi. Ya'ni resurslardan samarali boshqarish xo'jalik subyektlarining asosiy vazifalaridan biri bo'lib hisoblanadi. Ya'ni bu asosiy bosh masala resurslarning cheklanganligi sharoitida cheksiz ehtiyojlarni to'liq qondirishning har bitta davlatni korxonani uy xo'jaligi oldidagi eng asosiy samarali foydalanishni zarur qilib qo'yadigan vazifalardan biri bo'lib qoladi. Biz bilamizki, mana bu production atamasining paydo bo'lish holatlarini biz tarixdan mana production system Toyota ishlab chiqarish tizimida yaratilgan holatlarni keltirib o'tganmiz. Va bundan tashqari keyinchalik olimlar tomonidan Amerika Qo'shma Shtatlar sanoat korxonalari tajribalarini tahlil qilish asosida tejamkor ishlab chiqarish boshqalarga ajratilganlik holatlarini ham slaydimizda keltirib o'tganmiz. Resurslardan samarali boshqarish bo'yicha ularni ishlab chiqarish korxonalarida qo'llash borasida juda ham muvaffaqiyatli qo'llanib kelayotgan holatlarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bular bevosita umumiy sifat boshqaruvi bilan bog'liq bo'lgan holatlar, mahsulot ishlab chiqarishni vaqtiga e'tiborga olish holatlari, ya'ni mahsulot ishlab chiqarish jarayonida mijozlar bilan bog'liq bo'lgan sinxronlik holatlari yoki bo'lmasam resurslarni rejalashtirish bilan bog'liq bo'lgan holatlar, korxonaning mavjud bo'lgan resurslarini bilan bog'liq bo'lgan holatlar va uzluksizlikni to'ldirib borish bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarda bu o'z aksini topadi. Biz zamonaviy konsepsiyalardan bir hisoblangan production to'g'risida gapiryapmiz. Bu production asosan bizda, ya'ni bu konsepsiyaga asosan e'tibor takror ishlab chiqarish jarayonidagi barcha turdagi yo'qotishlarni doimiy ravishda bartaraf etishga qaratilganligi bilan alohida xususiyatni namoyon qiladi. Chunki mahsulot yaratishning har bir bosqichida uning oxirgi iste'molchi uchun qiymati baholab boriladi va bunda Wind Production kompaniyasini asosiy belgisi sifatida buni alohida ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Chunki har bitta oxirgi mahsulot yaratish jarayonida ma'lum bir yo'qotish holatlarini oldini olishga qaratilgan jarayon. Konsepsiyaga muvofiq korxona faoliyatini iste'molchilar uchun qiymat qo'shuvchi, ya'ni mahsulotning tannarxini oshiruvchi ma'lum bir operatsiyalar, jarayonlardan tashkil topadi deb aytishimiz mumkin. Mana birgina misol uchun bug'doy ishlab chiqarish jarayoni bo'yicha masalan shuni misol sifatida keltiradigan bo'lsak, uni 4 bosqich orqali to hosilni yetishtirib iste'molchiga kelib qayta ishlash jarayonidan o'tib to sotuvgacha bo'lgan jarayonlarni bosqich orqali ko'rish mumkin. Ularning har bitta bosqichida
qayta mahsulot ishlatish holatlari qo'shimcha qiymat yaratiladi, lekin shulardan eng asosiysi qayta ishlash jarayonida ko'proq qo'shimcha qiymat yaratish holatlarini biz tarixdan bilamiz o'zimiz. Biz albatta bilamizki, quyidagi iqtisodchi olimimiz asosiy quyidagi sanoat korxonalaridagi mahsulot ishlab chiqarish jarayonida yo'qotishlar mavjud ekanligini asoslab beradi. Ya'ni bu yerda bevosita ortiqcha ishlab chiqarish natijasidagi bo'ladigan yo'qotishlarni oldini olishimiz kerak. Yoki bo'lmasam kutish natijasida yo'qotishlar vaqtini oldini olishimiz kerak. Yoki bo'lmasam qanaqadir keraksiz tashvishlar natijasida yo'qotishlarni oldini olishimiz kerak. Ishlov berish bosqichidagi yo'qotishlarni oldini olishimiz kerak. Zaxiralar tufayli bo'ladigan yo'qotishlarni oldini olishimiz kerak. Qanaqadir ko'chirmalar natijasida mana ishlab chiqarish jarayonida potoklarni ishlab chiqarish holati uzluksiz holatdan tashkil qilish jarayonida ham ma'lum bir tizimlashtirilmagan holatda bo'ladigan bo'lsa, keraksiz ko'chirishlar natijasida yo'qotish holatlari bo'lishi mumkin. Va nuqsonli mahsulot ishlab chiqarish, ya'ni ortiqcha ishlab chiqarishni oldini olish borasida yo'qotishlar jarayonlari kabi shulardagi keltirilgan yo'qotishlarni kamaytirish bilan bog'liq bo'lgan resurs tejamkorligida o'z aksini topadi deb belgilab beradi.